Hammaga assalomu alaykum. Bitta obyektni tugatdik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qanaqa remont kimga kerak bo'lsa, hammasidan bor bu yerda. 4 ta 5 ta spalni, zal, kuxni hammasidan bor. Mana bu zalga turibmiz. Mana bunaqa mebellarni moslab olgan. Patologlar oppoq, hammasi mana bunaqa gach bo'lgan, tiaga bo'lgan. Anaqa mo'kkachay unaqa falshiv ishlarni biz qilmaymiz. Qilmagan ham. Mana bunaqa fasonda qilib bergan. Mana bu yer chiqqan edi. Chiqqani uchun mana shunaqa shikof qilgan, kitoblarni qo'yib chiqadi. Mana bu yerda o'qib, maza qilib, televizorni qilgan, televizorni qo'yib, mana bu yerga konditsionerni yoqib, mana burachalarni o'ziga moslangan, lustra, holga chiqamiz. Holni svetli rang qilganmiz. Keng katta ko'rinish uchun mana bunaqa oynachalar, eshikning ikkita yoniga zinalar, korishni oq, mana shunaqa podsvetka. Bundoq kelamiz hol. Mana bu yerga o'tirib, dam olsa bo'ladi, kofechani ichib. Mana shunaqa buni fasonni boshqacha qilgan. Mana bu mягкий bori uchun shuni mana shunaqa boshqa fasonda qilgan. Qanaqa chiqqanini kommentariyaga yozib ketasizlar. Kuxnyani polni kafe qilib berdik. Rangi ham tagoy kuxnyaga mos. Keng katta oynalar. Bu yoqda shkafni bizlar qilmadik. Zo'r chiqqan lekin bizlar qilmagan. O'yini egasini o'zlari qilgan. Patolog oppoq, chetlari qoraga bo'yangan, mana lustraga mos qora oq. Remont qanaqa chiqqan? Fikrni kommentariyaga yozib ketinglar. Bizlar bosib ketaveramiz, videochalarni qo'yib ketaveramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol ko'rib, o'yini qilsa ham bo'ladi. Like bosib qo'yinglar.